Xo'p do'stlar, kecha g'alaba qozondik. Ushbu g'alaba biz uchun juda muhim bo'ldi va ko'rdik, Eron ham arablarni mag'lub etdi. Eron 19, O'zbekistonda 16, arablarda esa 10 ochko bor. Biz jahon chempionatiga chiqishimizga ozgina qoldi va aytishimiz kerakki, oxirgi 10 ta o'yin, ya'ni Qirg'iziston bilan o'zaro o'yinlar 10 ta bo'ladigan bo'lsa, shu 10 ta o'yinlarning 10 tasiga ham g'alaba qozonganmiz. Kechagi o'yin 11-si bo'ldi va o'zaro o'yinlarning 11 tasida ham biz g'alaba qozongan bo'ldik. Rost respekt, Kapadze shogirdlari kecha yaxshi o'yin ko'rsatdi. Himoya va darvozabonga umuman ish qoldirishmadi. Faqat o'yin markaziy himoyachilar, markaziy yarim himoyachilar va hujumchilar bilan bo'ldi. O'yindagi to'liq ustunlik bizda bo'ldi va biz g'alabaga loyiqroq edik va g'alaba ham qozondik. Uchrashuvning birinchi taymida qirg'izistonlik himoyachi qizil kartochka oldi. Alijonovning foydali harakatlari, Alijonovning goli hamda Alijonovning penalti ishlashi biz uchun foydali bo'ldi.